paytgacha o'ylab qolaman, shu kasb tanlab adashmadimmikan deb. Senga mazada balandda o'tirasan, oyog'ingni cho'zib deydi. 5 tonna, 10 tonna, 6 tonna, 7 tonna yuklarni bolalarning ustida aylantirib ko'r. To'xtat yukni. 12 soat, 24 soat uxlamasdan ishlab ko'r, bitta joyda o'tirib. Oyoqlaring uyushib ketadi. Keyin oyoqni cho'zishga majbur bo'lasan. Senlarga faqat darsi maza qilib o'tirganga o'xshab ko'rinadi. Paytgacha o'ylab qolaman, shu kasb tanlab adashmadimmikan deb. Juda qiynalib ketganman. To'g'risi, paytgacha shu qiynalgan kunlarim shu ishni dushmanim ham ravo ko'rmayman-da, to'g'risi. Aytishga oson. Juda ham oson. Odamni shuncha balandlikka, shuncha mas'uliyatni nima chorlaydi desa shu nima deydi? Pul uchun-da. Pul uchun chiqasiz shu joyga. O'zingizdan o'zi chiqmaysiz, pul topaman deb chiqasiz. Eng og'ir yuk o'zi asli shu.